Tiklanish jarayoni boshlandi. Qanchalik og'ir bo'ldi, chunki yomg'ir kuch oladi. Endi kecha ham trenovka bo'ldi. Endi bugun ham hozir ozgincha qayroq, lekin ertaga xudo xohlasa svejist bo'ladi. O'yinda hamma tiklanib 100% kuch bilan tushamiz deb o'ylayman. Maydon ancha noqulay. Bunaqa maydonni to'g'risini aytsam, bunaqa maydonda juda qiyin bo'ldi va bugun trenovkaning boshida qiynaldik oxirgacha. Endi yomg'ir yog'gandan keyin shunaqa bo'ldi. Agar yomg'ir yog'masa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Ikkita komandani teng kuchga baholagan edik, lekin o'yinda Saudiyani favorit hisoblayotgan edik. Bizni boshqalar ko'pchilik, lekin Xitoy o'yinni yutib ketdi. Umuman mana shu o'yin yuzasidan fikr bildirsangiz. Qanaqa taassurot qoldirdi o'yin? Men o'ylashim bo'yicha Xitoy disiplinali, nima desa bo'ladi, himoya yaxshi o'ynaydi, kontratakada yaxshi ataka qiladi. Men o'ylashim bo'yicha Xitoyga juda yaxshi tayyorlanish kerak. Chunki hozir hamma futbol o'ynash biladi, hech kim 3 ochkoni berib qo'ymaydi. Saudiya nimaniga evaziga g'alabani qo'ldan chiqardi? Nafaqat g'alabani, ochkoni qo'ldan chiqardi. Bu o'yinda kim birinchi gol ursa, o'sha yutadigan bo'ldi. Shunaqa o'yin bo'ldi. Kim birinchi gol ursa, o'sha g'alabaga yaqinroq bo'ladi deb. Xitoy mana shu o'yindan kelib chiqib Shimoliy Koreya ko'rsatgan o'yinga qarshi o'ynaysizmi? Kontratakada Endi ko'ramiz, ya'ni Xitoy o'yinini ko'rib chiqamiz. Endi har o'yinga har xil taktika bo'ladi-ku. Endi ular ham boshqacha taktika qiladi bizga qarab, Saudiyaga qarab boshqa taktika qilgan. Endi ko'ramiz o'yin boshlanadi. Lekin omad topmadi. Shu vaziyatni keyingi o'yinda takrorlamaydi. Masalan, mana shu xatolarni bu xatolardan keyin, shu uramaganimdan keyin keyingi o'yinlarga baribir ham o'ylab chiqaradi. Agar shunaqa vaziyat bo'lsa, boshqacharoq harakat qilib, o'sha momentda gol urib, nima desa bo'ladi. Aytadi-ku, xatodan ошибок учится deydi-ku, shunaqa bo'ladi.